Assalomu alaykum. Bekzod Shamshiyevman. Oilaliman, ikkita farzand otasiman. Moliya investitsiya yo'nalishida bakalavriat, magistraturani tamomlaganman va ushbu sohada 25 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Moliya sohasini tanlashimni sababi maktab davrlari bilan bog'lash to'g'riroq bo'ladi. Birinchi ustozlarim albatta ota-onam, ayniqsa dadam o'qishlarimga juda bir alohida e'tibor qaratganlar va juda qattiq nazoratda olib borganlar. Matematika faniga nisbatan qiziqish o'zgacha bo'lgan. Matematikani yaxshi o'qiganimiz uchun ham endi Sirojidinov nomidagi fizika matematika litseyida tahsilni davom ettirganman va ushbu litseyda bir necha yo'nalishlar bo'lib, shulardan matematika iqtisodiyot yo'nalishini tanlaganman va o'sha litsey davrlaridayoq iqtisodiyot o'sha fanida ustozlarimiz bir qiziqarli masalalarni matematik usulda yechib, ko'rsatib, o'rgatib, tushuntirganlar va shu orqali matematika va plus iqtisodiyotga nisbatan qiziqish paydo bo'lgan. Endi litseyni tamomlab, institutlarni tanlashimga to'g'ri kelgan va ushbu jarayonda albatta institutlarni tanlayotganda matematika va iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan sohani tanlashni afzal bilganman va shu tufayli Toshkent moliya institutiga hujjatlarni topshirib, muvaffaqiyatli imtihonlardan o'tib, bakalavr darajasini o'qish nasib qilgan va 1996-2000 yillarda o'sha bakalavr darajasida o'sha moliya sohasida yo'nalishda o'qib yurganimda, institut davrlarida o'sha bank ishi, moliya, investitsiya fanlariga nisbatan qiziqish paydo bo'lgan. Dastlabki ish faoliyatimni bank tizimida, Markaziy bankda boshlaganman 2001-yillarda, 2001-2005-yillarda bank ishi, moliya yo'nalishlarida, sohalarida amaliy tajriba olish imkoniyati bo'lgan. Endi ushbu davrlarda yana bir aytib o'tishim kerak, bir necha intensiv kurslar ham tashkil etiladi. Nafaqat bank ishi, balki o'sha moliya, investitsiya mavzularida ham o'sha kurslar tashkil etilib, bunda xorijiy ekspertlar ishtirokida ham amalga oshirilardi va bilimlarimizni yanada mustahkamlash imkoniyati bo'lgan. 2006-yilga kelib O'zbekiston hukumati bilan Yaponiya hukumati birgalikda tashkil etilgan dastur mavjud, GDS dasturi deb nomlanadi. Bu inson resurslarini rivojlantirish dasturi bo'lib, yoshlarni o'sha tanlov asosida tanlab olib, Yaponiyaga magistraturaga o'qishga yuborishadi va ushbu konkursda men ham ishtirok etib, imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, o'sha Yaponiyada magistratura o'qib kelish nasib qilgan. O'qish davomida unda ham o'sha moliya, investitsiya fanlari bo'yicha bir yapon professorimiz olib borardi va ushbu yapon professorimiz o'sha Yaponiya mashhur Nomura Securities investitsion kompaniyasida bir necha yillar ishlab, keyin akademiya olamida o'sha dars berish faoliyatini davom ettirgan va shu tufayli ham mana shu fanlarni bir qiziqarli tarzda amaliy keyslar bilan olib borardi. Shuning uchun ham Yaponiyadagi magistratura o'qish davrida ham shu moliya, investitsiyaga nisbatan qiziqish yanada ortgan va o'sha davrlardan boshlab rivojlangan davlatlardagi investitsion kompaniyalarni faoliyatini kuzatib kelaman. Ayni paytda o'sha Yaponiyada olgan ilmlarimizni amaliyotda qo'llab kelmoqdaman. Mana shu qiziqishlar sabab mazkur yilni boshida investitsion kompaniyaga asos soldim. Ayni paytda Malayziyaning INSEAD universitetida ilmiy ish olib bormoqdaman. O'qish davomida shu Malayziyani iqtisodiy rivojlanish bosqichlarini o'rganib chiqdim. Malayziya hukumati 1950-60-yillarda iqtisodiy islohotlarni boshlayotganda islom moliyasiga alohida e'tibor qaratgan va shu asnoda iqtisodiy o'sha siyosatlarni ishlab chiqqan. Bunga asosiy sabab o'sha aholisini biz bilamizki, Malayziyaning ko'pchilik aholisi 60-65% bir musulmon qatlamdan iborat va ushbu qatlamni ham qamrab olish maqsadida islom moliyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishgan va ayni paytda Malayziyaning o'sha moliya tizimi islom moliyasiga asoslangan o'sha islom banklarini ham qamrab oladi va ayni paytda sohada dunyodagi yetakchi moliya tizimiga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonda ham islom moliyasiga asoslangan moliyaviy instrumentlar, investitsion instrumentlarni paydo bo'lishi bu aholini iqtisodiy faolligini oshiradi deb o'ylayman va iqtisodiy rivojlanishga asosiy turtki bo'ladi deb o'ylayman.
ishonch bu men uchun ikki o'sha inson o'rtasidagi yoki insonlar o'rtasidagi ko'rinmas uzviy bir ko'prik deb o'ylayman. Misol uchun kompaniya misolida keltiradigan bo'lsak, xodimlar o'rtasidagi o'zaro bir-biriga nisbatan ishonch, rahbariyat bilan xodimlar o'rtasidagi ishonch yoki kompaniya bilan uning mijozlari o'rtasidagi ishonchga nisbatan uzoqlab aytib o'tishimiz mumkin. Endi shu narsani aytib o'tishim kerakki, ishonch bu inson kompaniyalar faoliyatida muhim bir omil hisoblanadi. Chunki inson kompaniyalarni o'sha mijozlarini ishonchi mavjud bo'lganda kompaniya uzoqroq muddat faoliyat yurita olishi mumkin. Biroq endi ishonchni o'zi bir qisqa muddatda emas, bir uzoq muddatda shakllanishi mumkin. Shu tufayli inson kompaniyalar o'zini o'sha strategiyasini ishlab chiqayotganda uzoq muddatli strategiyani ko'zlagan holatda ishlab chiqishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Kfoe Investments bu investitsion platforma bo'lib, endi uning boshqa o'sha investitsion platformalardan farqli jihati shundan iboratki, kichik summalardan boshlab ham sheriklar investitsiyani amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Bu birinchi ajralib turadigan jihati bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi jihati shundan iboratki, ushbu investitsion platforma bu qadriyatlarga asoslangan investitsiya qilishni imkoniyatini taqdim etadi. Endi kelgusida yana o'sha ko'chmas mulkka asoslangan shirkat investitsion platforma ham tashkil etish niyatidaman. Ushbu platformada mijozlarimiz, sheriklarimiz kichik summalardan boshlab ham hattoki ko'chmas mulkka investitsiya qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Iqtisodiyotda oltin qoida mavjud. Jami misol uchun bir yilda topilgan yalpi daromadning bir qismi jamg'arilib, o'sha bizneslarga investitsiya sifatida yo'naltirilishi lozim va shu asnoda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkoniyati bo'ladi. Albatta, iqtisodiy o'sishni ikki turdagi manba hisobidan moliyalashtirish mumkin. Ya'ni birinchisi bu ichki resurslar hisobidan bo'lsa, ikkinchisi bu tashqi resurs. Tashqi resurs deyilganda tashqaridan jalb etilgan qarzlar hisobidan. Biroq bunda o'sha barqaror o'sishni ta'minlashda ichki resurslar hisobidan moliyalashtirishda bu juda bir muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan endi albatta O'zbekistonda jamg'arish madaniyatini yanada rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Endi albatta jamg'armaymiz deb ayta olmayman. Biroq biz kichik summalardan boshlab bo'lsa ham jamg'arishni rivojlantirishimiz kerak va ko'paytirishimiz kerak. Va shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, o'sha iqtisodchilar aytadiki, yirik kapitalni to'plashda jamg'arilayotgan summani kichik yoki yirik bo'lishi ahamiyatsiz. Biroq muntazam ravishda uzoq muddatda jamg'arib investitsiya qilib borish orqali yirik kapitalni to'plash imkoniyati mavjud. Kompaniya o'z sheriklariga investitsiya qilish imkoniyatini taqdim etsa, hamkorlarga savdoni moliyalashtirish, aylanma kapitalni jalb etish imkoniyatini taqdim etadi. Bunda asosan ikki turdagi shartnoma bo'yicha kompaniya faoliyat yuritadi: musharaka va murobaha. Endi oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, musharaka bu oddiy sherikchilik. Ya'ni sheriklarimiz, demak, investitsiyani amalga oshiradi va to'plangan pulni, demak, murobaha asosida hamkorlarimiz savdosini moliyalashtirish, ya'ni aylanma kapitalni to'ldirishga o'sha murobaha shartnomasi asosida yo'naltiriladi. Bu murobaha bu oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu ham o'sha oddiy savdo operatsiyasi. Mana shu ikki turdagi shartnomalar bo'yicha faoliyat hozir olib boriladi. Endi loyihalarni tanlashda, o'sha biznes loyihalarini tanlashda bir necha mezonlarga e'tibor qaratamiz. Endi bunda avvalambor o'sha diversifikatsiya mezoni, endi oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, biz to'plangan mablag'larni bir necha sohalarga taqsimoti sifatida, demak, investitsiya amalga oshiramiz. Bundan tashqari o'sha loyihalarni islom moliyasi tamoyillariga muvofiqligini ham tekshirib o'tamiz va shuningdek bir necha moliyaviy koeffitsiyentlar orqali ham loyihalar tahlil qilinadi va bunda asosan o'sha qarz yoki qarz koeffitsiyenti, daromadlik ko'rsatkichlari alohida tahlil qilib, o'sha loyihalar tanlab olinadi.
Endi yirikroq loyihalar bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda qo'shimcha garov ta'minoti ham talab etilishi mumkin. Kompaniya o'z sheriklari bilan muzoraba shartnomasi asosida faoliyat yuritadi. Endi muzoraba shartnomasini oddiy tushuntiradigan bo'lsak, bunda ikki tomon bo'lib, bir tomon kapitali bilan ishtirok etadi, ikkinchi tomon o'z mehnati bilan ishtirok etadi. Va mana shu faoliyat natijasida erishilgan daromad oldindan belgilangan o'sha nisbatda taqsimot qilinadi. Ayni paytda kompaniya o'z sheriklari bilan 80/20 taqsimotda ishlaydi. Bu degani, buni oddiy tushuntiradigan bo'lsak, erishilgan daromad sheriklar bilan Kvo Investments demak kompaniyasi o'rtasida 80/20 nisbatda bo'linadi. Ya'ni bunda sheriklarga erishilgan daromadning 80% ularni o'sha shirkatdagi ulushi bo'yicha taqsimot qilinsa, 20% o'sha Kvo Investments kompaniyasiga o'sha xizmat haqi sifatida ajratiladi. Endi bunda yillik daromadlikni o'zi to'g'risida aytib o'tadigan bo'lsak, o'rtacha yillik daromadlik darajasi 18% dan 24% atrofigacha bo'lishi mumkin. Endi bu o'rtacha oylik 1,5-2% ga to'g'ri keladi. Endi shu orada yana bir misol uchun savol tug'ilishi mumkin. Umuman o'zi yillik daromadlik darajasi qanday bo'lishi mumkin? Endi odatda albatta biz o'rtacha daromadlik darajasini aytib o'tamiz. Aniq ma'lum bir daromadlikni ayta olmasligimiz mumkin. Unda oraliq yillik daromadlikni aytadigan bo'lsak, o'rtacha 18% dan 24% atrofida daromadlik bo'lishi mumkin. Endi buni oylar misolida aytadigan bo'lsak, o'rtacha oyiga 1,5%, 2% ga to'g'ri kelishi mumkin. Yurtimizda iqtisodiy o'sishni moliyalashtirishda ichki resurslar hisobidan moliyalashtirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bunda o'sha Kvo Investments o'z hissasini qo'shishni rejalashtirgan. Shu sababli hattoki o'sha kichik summalardan boshlab ham o'z sheriklariga investitsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bundan tashqari Kvo Investments o'z sheriklariga o'sha diversifikatsiya qilish imkoniyatini ham taqdim etadi. Buni oddiy tilda tushuntirib aytadigan bo'lsak, misol uchun sizda kapital bo'ladigan bo'lsa, siz bitta biznesga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, sizni daromadligingiz yoki o'sha kapitaldan muvaffaqiyatli foydalanishingiz bitta biznesga bog'liq bo'ladi. Bu degani risk yuqoriroq degani. Biz esa o'sha to'plangan mablag'ni bir necha loyihalarga investitsiya qilishimiz sababli biz risklarni minimallashtirishga erishgan bo'lamiz. Va shu orqali daromadlikni ham maksimallashtirishga harakat qilamiz. Moliya, investitsiya bo'yicha dunyoda ko'pgina kitoblar mavjud. Ushbu kitoblarning har birida shu investitsiya bo'yicha uzoq muddatli strategiyani tanlashga alohida urg'u berilgan. Hattoki mashhur investorlar ham demak investitsiya bu o'sha yirik kapitalni to'plash bu uzoq muddatni yaxshi ko'radi deb ta'kidlab o'tiladi. Endi uzoq muddatli strategiyani o'sha ta'kidlanishi va bunga urg'u berilishini asosiy sababi shundaki, summalar kichik summa bo'lishidan qat'iy nazar murakkab o'sish formulasi asosida uzoq muddatda yirik kapitalga aylanish imkoniyati mavjud. Shu tufayli ham investorlar, mashhur investorlar uzoq muddatli strategiyani maslahat beradi va shundan kelib chiqib ham Kvo Investments o'z sheriklariga o'sha investitsiyani amalga oshirishda, investitsiya faoliyatida uzoq muddatli strategiyani tanlashni maslahat beradi. Har bir davlatda aholining ko'pchilik qismi odatda o'sha yollanma xodim sifatida faoliyat yuritadi, ya'ni tadbirkorlik bilan ko'pchilik shug'ullanadi. Va shu orada o'sha investorlar aytib o'tadiki, o'sha har bir o'sha kishi topayotgan o'sha daromaddan bir qismini jamg'arib investitsiya qilishini tavsiya berib boradilar. Va shu asnoda shu ma'lum bir moliyaviy maqsadlarga erishishi mumkin bo'ladi. Endi Kvo Investment kompaniyasi keladigan bo'lsak, bizni jamoada korporativ moliya, islom moliyasi, investitsiya bo'yicha amaliy tajriba, ko'nikma, bilimga ega bo'lgan mutaxassislar mavjud. Biz endi to'plangan kapitalni eng optimal tarzda taqsimotini amalga oshirib,
risklarni minimallashtirib, yuqoriroq daromad olishga intilamiz. Aholiga tizimni oddiy shaklda ham tushuntirib berishga, orada shunday yetkazib berishga harakat qilmoqchiman-da. Tushunsinlar, moliya tizimida ikki tomon mavjud. Biri kapital egasi bo'lsa, ikkinchisi kapitalga ehtiyoji bor tomon. Kapital egasi o'zini kapitalidan unumli foydalanib ko'paytirishga intiladi, maqsad qiladi. Ikkinchi tomon kapitalni jalb etib, o'zini biznesini kengaytirish, o'stirishni maqsad qiladi. Endi Kvo Investments mana shu joyda ikkalasi orasida ko'prik vazifasini bajarib, har birini maqsadiga erishishga ko'mak beradi. Mana shu ko'mak bera olsak, biz jamiyatda qanaqadir iz qoldirgan bo'lamiz. Iqtisodchilar nazariy jihatdan tushuntirib aytib o'tadiki, jamiyatda har qanday biznes ma'lum bir muammoga yechim taklif eta olgani uchun mavjud bo'ladi. Shundan kelib chiqib, Kvo Investments jamiyatdagi ma'lum bir masalalarga yechim sifatida taklif etilmoqda. Aynan qanaqa masalalar? Bir tomondan bu investitsiya qilish, investitsiya instrumentlarini cheklanganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan bizneslar uchun qarz jalb etishni nisbatan tannarxi yuqoriligini aytib o'tishimiz mumkin. Bizning kompaniya shu orada, demak, investitsiya qilish imkoniyatini taqdim etsa, bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha, demak, qancha ko'proq kapital jalb etadigan bo'lsa, qarz tannarxini kamaytirgan holatda bizneslarga, demak, kapitalni yo'naltira olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu o'rinda endi qo'shimcha qilmoqchiman. Mashhur iqtisodchi Hernando de Soto o'zining Kapital siri deb nomlangan kitobida o'sha rivojlanayotgan iqtisodiyotlar bilan rivojlangan iqtisodiyotlarni solishtirib uzoq muddatli ilmiy izlanish olib borgan. U ta'kidlaydiki, rivojlanayotgan iqtisodiyotlardagi boylik rivojlangan iqtisodiyotlardagi boylikka nisbatan ko'proq. Biroq muammo shundaki, rivojlangan iqtisodiyotlarda o'sha boylikni kapitalga aylanish jarayoni juda yuqori darajada. Ya'ni bunda o'sha boylik bilan kapitalga qisqacha uzoq berib o'tadigan bo'lsak, boylik bu daromad keltirmaydigan mulk sifatida e'tiborga olinadi, kapital esa daromad keltiradigan mulk sifatida izohlanib kelgan o'sha kitobda. Shundan kelib chiqib, bizning kompaniya o'sha O'zbekistonda ham daromad keltirmaydigan mulkni daromad keltiradigan mulkka aylanishiga o'z hissasini qo'shishni rejalashtirgan. Yaponlarda ikigai degan tushuncha mavjud. Bu nima degani? Endi o'sha 3 ta savolda javob topilsa, o'sha faoliyat ya'ni missiyaga aylanishi mumkin. Qanday savollar? Birinchisi bu inson qaysi faoliyatga nisbatan qiziqish mavjud, ya'ni qaysi faoliyatga qiziqadi va o'sha faoliyat jamiyatga naf keltiradimi yoki yo'qmi? Va uchinchisi, o'sha faoliyatni amalga oshirilganda jamiyat haq to'lashga tayyormi? Mana shu savolga javob bera oladigan faoliyat bu o'sha har bir insonni o'zini missiyasiga aylanish imkoniyati mavjud. Shu nuqtai nazardan shu moliya investitsiya faoliyati mening missiyamga aylangan. Shu nuqtai nazardan moliya investitsiya faoliyati mening missiyamga aylangan.